Bismillahirrahmanirrahim. Azizlar, mening masalan ma'ruzalarim, reyslarda faqat diniy emas, tarbiyaviy holatlarni ham eng asosiy bilaman. O'zimga shu holatdan eng muhim muammo bo'lib turgan jahonda bir holatni hozir gapirib o'taman. Bu ajralish. Hozirgi vaqtlarda bizni vatandan, qo'shni vatanlardan va dunyo bo'ylab ajrashishlar juda ko'p. Nima uchun degan savol bo'ladi. Nega ilgari unaqa bo'lmagan? Ilgarilari bir ayollar masalan ajrashib ketsa, endi qo'polon bo'ladigan bo'lsa, uyalgandan yo o'ziga o't qo'yib yuborgan, boshqa bir qilgan zamonlar. Endi men unday qilsinlar demoqchi emasman-u, bo'lgan voqealarni aytib o'tyapman. Shu holatlardan kelib nima demoqchiman? Ko'payib ketdi ajrashishlar. Har bir arzimagan narsalar. Agar asosini so'rasang, bu mag'ir arzimas narsa. Qadimgilar uni deymi, bundan og'ir og'riqlarni ham yengil deb bilganlar. Bizlar juda ham erkalanib ketdik. Sal sabrli bo'lishimiz kerak. Sal achchiq bo'lsa, erta ketaman, uyga ketaman, ajrashib ketaman. Unisi ketsang ketaver, sen qilsan, qiz ko'p, boshqasini olamanni yig'ishtirish kerak. Nima uchun? Eng birinchi oila qurayotganda tushuninglar, oila muqaddas. Oiladan har bir vatan boshlanadi. Oila oxiratga ham yetaklaydi. Shuning uchun oila qurishdan oldin o'ylash kerak. O kundan keyin nima bo'ladi? Falon bo'ladi. Hamma narsa bo'ladi-da oilada. Oilada masalan yetishmovchilik bo'ladi, kamchilik bo'ladi, xatogarchilik bo'ladi. Bir er masalan charchab kelib behuda gapirib qo'yishi mumkin. Masalan ayol ham erkakni biror narsa deb qo'yishi mumkin. Shu holatlarda hammasi nuqtai nazarda biz e'tiborga olishimiz kerak. Ha deb ketamiz, ajrashib ketamiz, falon edi demay. Endi masalan bir juda uzoq bir yashab ajrashgani bir sabab befarzandlik bo'ladigan bo'lsa, zamonaviy texnikamiz, meditsinamiz juda rivojlandi. Men juda ham ta'jib holida qolaman. Nimaga bunchalik ajrashish nima? Yo bir haligimi? O'zgina bizlar narsa emasmiz-ku, bir nima deydi, er ham xotin ham ikki shaxs ham bir tashandiq, bu vaqtincha narsa emas-ku. Bu oila muqaddas, tana muqaddas. Shuni bir kallamiz ishlab, bir fikrlab ko'rishimiz kerak. Yoshlar, qadrimizga yetaylik umrimizni. Shu bir kunlik dunyoni o'zi g'urbat, janjal yo boshqalar bilan o'tkazish shartmi? Hech bir shart emas. Shuning uchun eng muhimi, ahil mazza qilib yashasalar bo'lmaymi? Qorin to'q, ertaga undan ham boy bo'lishi, 3 kun yana katta mashina olishi mumkin. Sabr qilish eng chiroyli narsa. Sabrni aytib bir oddiy suvning sabri arshda mana qilinyapti, olmosga yaralyapti, dur. Insonmiz biz. Aql berib kelib qo'yibdi Robbimiz. Zakovat, shuni qadriga yetingizlar.